Har bir kuningni Mentis bilan yangila. Tetik bo'l. O'rgimchak odam haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. O'rgimchak odam birinchi marta 1962-yil avgust oyida o'ylab topilgan. 1967-yilda ilk animatsion filmi suratga olingan. Uning mualliflari Stanley va Steve Ditko. Stanley uni avvaliga Flyman yoki Insectman deb nomlamoqchi bo'lgan. 2016-yilda Spider-Man Marvel filmlariga qo'shilgan. Bu film Marvelni rekord darajasida mashhurlikka erishtirgan. Spider-Manning ilk do'sti va dushmani Yashil Goblin. Spider-Man kostyumi dizaynida sirk akrobatlari va o'rgimchakning tabiiy ranglaridan ilhom olingan. Hozirgi kunda Spider-Man faqat Peter Parkerdan iborat emas. Miles Morales va Spider-Gwen ham Spider-Man hisoblanadi. Eng kuchli Spider-Man esa Cosmic Spider-Man. Uning kuchi shunchalik ko'pki, hattoki Hulk va Thorni ham ortda qoldiradi. Spider-Man va Batman komiksda birga jang qilishgan. Marvel Spider-Man va Deadpooldan ideal duet yaratdi. Hozirga qadar 3 xil Spider-Man aktyori bor. Spider-Mandan ilhomlangan bir fransuz odam baland binoga hech qanday uskunalarsiz chiqqan. Yangi O'rgimchak odam filmida haqiqiy o'rgimchaklar ishlatilgan. Spider-Man filmlari jami hisobda 10 milliard dollardan ortiq daromad keltirgan. Spider-Man uyga yo'l yo'q filmi 1 milliard dollardan ortiq daromad qilgan. Ushbu filmda Andrew Garfield rol o'ynamayapman deb do'stlarini aldagan. Spider-Man 2 kinosida Tobey sahnalar real chiqishi uchun rostdan ham pitsa yetkazib bergan. Tobeyning patnis ushlab turgan sahnasi kompyuter grafikasiz rostdan ishlangan. Tom Holland Spider-Man kostyumini kiyganda ovozi o'zgaradi. Peter Parker shayton Mephisto bilan shartnoma tuzadi. Tom Holland Spider-Man rolini olish uchun akrobatika bilan shug'ullangan. Katta kuch, katta mas'uliyat talab qiladi. Bu Spider-Manning shiori va uni birinchi marta Ben amaki aytgan. Peter Parker temir odam tomonidan ishlangan maxsus kostyumni kiygan. O'rgimchak odam komikslarda deyarli barcha Marvel qahramonlari bilan uchrashgan. Haqiqiy Spider-Man hayotda ham bor. Tanzaniyada yashovchi 15 yoshli yigit haqiqiy Spider-Manga o'xshab binoga chiqib jinoyatchini to'xtatgan. Marvel tarixidagi eng ko'p komiksi sotilgan ham Spider-Man hisoblanadi. Spider-Man qasoskorlar safida bo'lishni xohlamagan. Spider-Man Marvelning eng mashhur qahramoni hisoblanadi. Spider-Man haqida boshqa super qahramonlarga qaraganda ko'proq kino ishlangan. Peter Parker ishlab chiqaradigan tor 1 soat ichida parchalanib ketadi. New Yorkda Spider-Man haykallari mavjud. Tom Holland Spider-Man roliga 7,5 mingta odam orasidan tanlangan. Peter Parkerning eng katta qo'rquvi sevimli odamlarni yo'qotish. Spider-Manning eng uzun seriali bu Yangi O'rgimchak odam. Spider-Man multiversiyasidagi eng qiziq versiyalardan biri Spider-Ham. Bu versiyada Spider-Man cho'chqa shaklda bo'lib, Peter Parker deb ataladi. Spider-Man Deadpooldan tezroq harakat qila oladi. Spider-Man haqida 500 dan ortiq komikslar mavjud. O'rgimchak odamning 100 dan ortiq dushmanlari bor. Spider-Manning to'ri po'lat simdan ham mustahkamroq. Spider-Man roliga eng mos kelgan aktyor bu Andrew Garfield. Spider-Man 2019-yilda qasoskorlar bilan galaktikani qutqarishga yordam bergan. Spider-Man 10 tonnagacha og'irlikni ko'tara oladi. Spider-Man komikslarda bir marta prezident bo'lib qolgan. Spider-Man 99% odamlarni yaxshi ko'radigan qahramoni hisoblanadi. Spider-Man 2000-yilda ilk 3D video o'yinga ega bo'lgan. Spider-Manning eng kuchli dushmani The Boyender. Peter Parkerning IQ darajasi 250 atrofida. Spider-Man o'z kostyumlarini o'zi tikib oladi. Spider-Man bir marta Fantastic Four jamoasiga qo'shilgan. Tony Stark Spider-Manning ustozi hisoblanadi. Spider-Man bir marta Thorning boltasini ko'tarishga harakat qilgan, lekin buni uddalay olmagan. Marvelning eski logotipida Spider-Manning rasmi bo'lgan. Spider-Manning eng tezkor versiyasi Cosmic Spider-Man. Spider-Man va Doctor Strange bir necha marta jamoa bo'lib ishlagan. Spider-Man oddiy odamdan 10 baravar kuchli. U xavfni oldindan sezadi. Uning reaksiyasi insonnikidan 40 baravar tezroq. Devorlarga yopishib yura oladi. Odamga nisbatan 30 baravar balandroq sakray oladi. Uning ko'zlari tungi ko'rish qobiliyatiga ega.
Komikslarning birida Spider-Man ayol Hulk bilan sevishgan. Spider-Man o'zining qo'shig'iga ega. Ba'zi komikslarda Spider-Manning 6 ta qo'li bo'lgan. Marvel Spider-Man tug'ilgan kunini 10-avgust qilib belgilagan. Peter Parker rollarda hech qachon boy bo'lmagan. Spider-Man qora kostyumda ko'proq kuchga ega bo'ladi. Ko'pchilik uni Parker deb ataydi. Peter deb esa juda kam odam chaqiradi. Spider-Manning ninja versiyasi ham bor. Spider-Man haqida kompyuter o'yinlari mavjud. Peter Parker kinoda fotosuratchi bo'lib ishlagan. Peter Parker kofeni yoqtirmaydi. Spider-Man Venom versiyasida yovuz bo'lib qolgan. Spider-Manning original kostyumi fanatlar tomonidan ixtiro qilingan. 6 marta eng yaxshi super qahramon deb tan olingan. Komikslardagi Parkerning yashash manzili uning haqiqiy manzili hisoblanadi. Spider-Man Fortnite va Minecraft kabi o'yinlar bilan hamkorlik qilgan. Komikslarning birida Peter Parker AQSh prezidenti bo'lgan. Spider-Man PlayStation o'yinlarida eng ko'p ishlatiladigan super qahramonlardan biri. Spider-Man Broadway sahnasiga chiqqan. Spider-Man pivani reklama qilgan. Spider-Manning hindcha versiyasi ham mavjud. Spider-Manning Lego versiyasi ham chiqarilgan. Uy ishlarini qilishda tor ishlatadi. Spider-Man rolida o'ynagan aktyorlar har doim qattiq jarohat olishgan. Spider-Man rasmiy musiqiy albom chiqargan. Spider-Man hattoki xalqni zarbasiga chidab bergan. Spider Mobile deb nomlangan maxsus o'rgimchak to'rlari bilan jihozlangan mashinasi mavjud. Har bir qismda Ben amaksi o'ldirib ketiladi. Gwenning o'lim sahnasi butun dunyo uchun qayg'uli hisoblanadi. Ikkinchi sevgilisi qora mushuk bo'lgan. O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida 3 ta o'rgimchak odam birlashgan. O'rgimchak odamning sarguzashti Oskardan boshlangan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.